Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mushvaqtonlar xayrli bo'lsin. Biz bugungi darsimizda kompyuter va turmush YouTube kanalimiz tarafidan o'rlashtirilgan bir necha qarorliq to'g'ri darslarimizni setib olgan qarindoshlarningki bu darslarga qandoq erishadiganligi, kompyuterda va yonfonda qandoq ko'ra oladiganligimizni biz birlikda ko'rib chiqamiz. Ko'rib chiqishdan ilgari darsni setib olishdan keyingi bosqichlarda biz talab qilgan uchurlarning ichida Google Xat sanduqi bor. Bu yerga Google Xat sanduqini biz shu darslarni saqlangan Google Xat sanduqining ichidagi darslarning o'rni bilan sizlardan talab qilgan, ya'ni sizlarningki Google Xat sanduqlarini bir-biriga bog'lash orqali bu darslarni sizlarga bu shaklda avatamiz. Avatgandan keyin qaragan bo'lsanglar, bizga tizimlatgan vaqtdagi Google Xat sanduqlarini kompyuterda bo'lsin, mayli tabletda, mayli yonfonda bo'lsin, ochgandan keyin ma'noga o'xshash, ya'ni so'l taraf qarasanglar, share it with me yoki benimle paylaşılanlar deb mana shaklda chiqadi. Bu yerda hozir qaragan bo'lsam, men qup-quruq bo'lganligi uchun bir narsa ko'rsatmayman. Birozdan keyin darslarning o'zini bahrlab o'rtoqlashib sizlarga qaysi shaklda bo'lganligini ko'rsatay. Masalan, biz ma'noning o'zini, ya'ni yumshoq detalninki mush xat sanduqining o'zini sizlarning bizga ta'minlagan xat sanduqi deb faraz qilsak, qaragan bo'lsanglar, biz darsning o'zini bunga qo'shaylik. Hozir qaragan bo'lsanglar, birinchi qara darsimizniki Photoshop CC 2019 darsini shu Google Xat sanduqiga bahrladik. Hamda qaragan bo'lsanglar, hujjatning o'zi shu Adobe Photoshop CC 2019 va bahrlaguvchi kompyuter va turmush bahrlagan vaqt mana shaklda. Kompyuterda mana shaklda bo'ldi. Hamda masalan biz darsning o'ziga bevosita ma'dan kirib baqsaq, mana ko'rayotganlaridek mana shaklda kiryapti. Agar bu darslarning o'zi ma'noga o'xshash qo'yilmay bevosita tushirib ko'ring degandek eskartish qilib dars qo'yilmay qolib qolsa, bevosita Google Chrome'ning o'zidan bu yerga kirib, hamda biz Google'ni ochgandan keyin ma o'ringa o'zinglarning, ya'ni ABM'ga biz sizlarning deb faraz qilib turgan Google Xat sanduqini ochamiz. Ya'ni sizlarning bizga dars setib olgandan keyin ta'minlagan xat sanduqlarini bu yerda ochsizlar. Ochgandan keyin mana shaklda ochildi. Bevosita biz yana Google Drive'ga kirib, ABM o'ringa qaraymiz. Qaragandan keyin mana bevosita bu yerni ochamiz. Ochgandan keyin darslarni bu yerdan bevosita tushirib olmay turib ko'rsak bo'laveradi degan gap. Mayli Photoshop bo'lsin, mayli bizning ilgirki keyingi bo'lib o'tilgan Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Camtasia deganga o'xshash darslarimizni bu shaklda erishib ko'rasanglar bo'ldi. Demak, darslarni setib olgandan keyin bu shaklda ko'rsanglar bo'ladi. Hamda qaragan bo'lsak, dars setib olishdan ilgari sizlar bizga ta'minlagan uchurlarning ichidagi Google Xat sanduqimizni mushu Google Drive'ninki app'ining ichida ochamiz. Qaragan bo'lsak, biz darsimizni sizlarga o'rtoqlashmagan ahvol ostida ma qismi qaragan bo'lsanglar, qup-quruq. Biz sizlarga darsimizni o'rtoqlashgandan keyin, ya'ni sizlar bizga ta'minlagan Google Xat sanduqiga darslarni o'rtoqlashgandan keyin bu yerga ash darsniki tizimdagi ko'rinadi. Masalan, endi men darsni o'rtoqlashib o'tdim. Ya'ni mushu hisobga o'rtoqlashib o'tdim. O'rtoqlashib o'tgandan keyin mana shaklda yangilasaqmi va yoki appni o'chirib qaytadan ochsanglar, ochgandan keyin bevosita yana bosgandan keyin mana shaklda mana Photoshop CC 2020 deb chiqadi. Buni ochgandan keyin qaragan bo'lsanglar, biz darsda ishlatgan butun narsalar, darslarimiz ko'rinadi. Bevosita darsdan bevosita mana shaklda ochib, bevosita mushuning o'zidan ko'ra olasizlar degan gap. Mana shaklda darslarni bu shaklda yonfondanmi tushirib olmasdan bevosita ko'ra olasizlar. Bu ulanmalar bir qatam setib olib, haqni to'lab bo'lgandan keyin biz sizlarga o'rtoqlashib bo'lgandan keyin bu yerdan hech qanday o'chib ketmaydi. Biz bu darslarning hammasini to'g'ri boshlig'imizda davomli saqlab turganligimiz uchun bu yerdan yuyilib ketmaydi. Bevosita mushadan ko'rib foydalanaysizlar. Undan so'ng darsimiz mushachi bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlarning foydalanish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashish bilan birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmaysizlar. Allohga omonat.